Range Rover Autobiography P400 sotildi. Lamborghini Urus sotildi. Toyota Land Cruiser 300 talik sotildi. Genesis GV80 sotildi. Endi Genesis'ning eksklyuziv variantini sotamiz. GV80 Coupe. Hozirgi kunda BMW, Mercedes zerikkan boyakalarim shu mashinani bosib orishyapti. Chunki buni chiroyi alohida tema. Nimaga Genesis'ning dizayni hamma boyakalar yoqib ketyapti? Chunki buni dizaynini avvalgi Bentley'ning dizayneri Luke Dangerwolski tuzgan akalar. Mashinamiz qarang, farasini elementi ham boshqacha qilib ishlangan. Hozir mashinamiz Michelin balonda turibdi. Yangi yillar 26-yil yurmagan. Boyaga nimaga bu mashinani reklama qilyapman deb o'ylaysiz? Chunki bunaqa rangli va bunaqa salondagi rangli GV80 kupesi umuman yo'q O'zbekiston bo'yicha. Endi buni ichkaridagi do'popchalarni aytib o'taman. Eng qizig'ini aytayim, mashinamiz 9 kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamiz qarang, palasalarini qarang, qizil rangda va remellarini qarang. Remellari ham xuddi shunaqa qizil. Podsetkalariga moslab qo'yishgan akalar. Polni alkantaralari bor. Mana buni qarang. Rangi ham neobычный, ko'k rangda. Mashinamiz saloniga o'tirganingizdan keyin rul o'zingizga moslanadi. Menga masalan moslanib turibdi akalar. Mashinamizda shaybali skorost, shayba bilan monitorni boshqarib ketishingiz mumkin. Polni panorama tom. Endi buni orqadagi do'popchalarni ham sanab o'taman. Orqasi ham shunaqa keng bo'ladi. Koreyaning eng zo'r mashinasi mana shu Genesis bo'ladi. Eng qizig'ini aytaman akalar, orqalarida monitorlari bor, mazza qilib yosh bolalar narsalar ko'rib ketsa bo'ladi. Eng qizig'ini aytaman, mana buni qarang, Genesis paketku, o'z mazza qilib yangiligida o'z sekin shilolayverasiz. Hoji aka, endi buni bagajini ham ko'rsatib o'taman. Bagajini ko'rib siz lol qolasiz. Hozirgi kunda ko'p prezidentlar ham Genesis avtomobilini tanlashyapti akalar. Mana 360 kameralar bor va sleepo zonalari ham bor. Mana buni qaranglar. Bagaj ochilish knopkasi ham boshqacha. Faralari o'zi avarinkasi o'chib yonaveradi. Mana qaranglar, bagaj ham kengina, xohlasanglar 2 qavat qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Boyaga shunaqa premium mashinalar o'tkazib olmaslik uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Endi egalar bilan gaplashib, bu mashinamiz narxini srochniga $122,900 ga bosorsanglar bo'ladi. Akalar, endi bu mashinamiz narxini teng yarim narxida ham olib ketsanglar bo'ladi. Bo'lib to'lab yuraverasizlar.